Kelajak qilichi yoki Sword of Coming do'nqosi haqida batafsil ma'lumot. Kelajak qilichi xitoycha nomi ko'pincha Jianlai deb ataladi. Bu do'nqo mashhur Xitoy fantaziya janriga mansub do'nqo bo'lib, wuxianxia va wuxia elementlarini o'zida mujassamlashtirgan. Ushbu asar Feng Huoshi Juho tomonidan yozilgan shu nomdagi roman asosida yaratilgan. Roman Xitoy internet adabiyotida juda katta mashhurlikka erishgan va millionlab o'quvchilar tomonidan kuzatilgan. Donghua esa romanning keng qamrovli, murakkab va falsafiy hikoyasini animatsiya orqali jonlashtirish maqsadida ishlab chiqilgan. Syujet haqida ma'lumot. Asar voqealari qadimiy va sehrli olamda sodir bo'ladi. Bu dunyoda odamlar, ruhlar, iblislar, samoviy mavjudotlar va turli sehrli kuchlarga ega bo'lgan jangchilar yashaydi. Hikoya markazida oddiy kelib chiqishga ega bo'lgan, ammo katta taqdir egasi bo'lgan yosh qahramon turadi. U bolaligidan murakkab sinovlarga duch keladi va asta-sekin kuchli jangchi hamda ruhiy jihatdan yetuk shaxsga aylanadi. Donhuaning asosiy g'oyasi insonning o'z yo'lini o'zi topishi, kuch va donolikning uyg'unligi hamda qilich yo'lining falsafasi hisoblanadi. Qahramon nafaqat jismoniy janglarda, balki ichki kurashlarda ham o'sib boradi. U turli ustozlar bilan uchrashadi, qadimiy sirlarni o'rganadi va asta-sekin dunyoning yashirin haqiqatini anglay boshlaydi. Asarda siyosiy kurashlar, kuchli klanlar o'rtasidagi ziddiyatlar, samoviy kuchlar bilan bog'liq sirlar ham muhim o'rin tutadi. Har bir jang nafaqat kuch sinovi, balki falsafiy ma'noga ham ega bo'lib, qahramonning ichki dunyosini ochib beradi. Donhuada ko'plab qiziqarli va chuqur xarakterga ega bo'lgan personajlar mavjud. Asosiy qahramon Chen Pingan kuchsiz va oddiy boladan boshlab, asta-sekin buyuk qilich ustasiga aylanish yo'lini bosib o'tadi. Bu yo'lda sodiq do'stlar orttiradi, kuchli raqiblar bilan to'qnashadi va turli ustozlardan saboq oladi. Ustozlar odatda qadimiy bilimlarga ega, ruhiy va jang san'ati bo'yicha mukammal tajribaga ega bo'lgan shaxslar sifatida tasvirlanadi. Raqiblar esa faqat yovuz kuch sifatida emas, balki o'z maqsadlari va falsafasiga ega murakkab obrazlar sifatida namoyish etiladi. Dunyo tuzilishi va kultivatsiya tizimi. Kelajak qilichi olamida kuch olish jarayoni kultivatsiya deb ataladi. Kultivatsiya bu insonning tanasi, ruhi va ongini rivojlantirish orqali yuqori darajaga erishish jarayonidir. Har bir bosqich jangchining kuchini, umrini va imkoniyatlarini oshiradi. Kultivatsiya tizimi odatda quyidagi elementlarga asoslanadi: ruhiy energiyani yig'ish, tanani mustahkamlash, qilich san'atini mukammallashtirish, ichki dunyoni anglash va samoviy qonunlarni tushunish. Darajalar haqida esa keyingi videolarda to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. Qilich bu asarda oddiy qurol emas, balki qahramonning ruhiy yo'lini ifodalovchi ramz hisoblanadi. Qilich yo'lini egallash bu jasorat, sabr, donolik va iroda orqali amalga oshiriladi. Falsafiy va ma'naviy g'oyalar. Donghua oddiy jang sahnalari bilan cheklanmaydi. Unda chuqur falsafiy g'oyalar mavjud. Asarda insonning o'z yo'lini tanlashi, taqdir va erkinlik o'rtasidagi kurash, do'stlik va sadoqat kabi mavzular keng yoritilgan bo'ladi. Qahramon ko'pincha tanlov oldida qoladi. Kuch uchun kurashish yoki insoniylikni saqlab qolish. Bu esa hikoyaga chuqur ma'naviy mazmun beradi. Animatsiya va vizual uslub. Donghua yuqori sifatli animatsiya, chiroyli jang sahnalari va batafsil yaratilgan fon manzaralari bilan ajralib turadi. Qilich janglari juda dinamik va estetik tarzda tasvirlangan. Sehrli effektlar, energiya to'lqinlari va ruhiy kuchlarning ko'rsatilishi tomoshabinni o'ziga tortadi. Ranglar uyg'unligi, qadimiy Xitoy me'morchiligi va tabiat tasvirlari Donhuasining umumiy atmosferasini yanada boyitadi. Mashhurligi va muxlislar o'rtasidagi o'rni. Kelajak qilichi romani Xitoy internet adabiyotida eng mashhur asarlardan biri hisoblanadi. Donghua ham tez orada muxlislar e'tiborini qozongan. Asar ko'plab siyansiya muxlislari tomonidan yuqori baholanadi, chunki unda nafaqat janglar, balki chuqur syujet va murakkab dunyo qurilishi mavjud. Muxlislar ayniqsa qahramonning asta-sekin rivojlanishi, falsafiy dialoglar va dramatik voqealarni yuqori baholashadi. Janr va o'xshash asarlar. Donghua quyidagi janrlarga kiradi: siyansiya, sehrli kultivatsiya olami, fantaziya, sarguzasht, drama va jang san'ati. Ushbu asar
Osmondagi janglar, mukammal dunyo, Rengadi o'lmas kabi mashhur donxualar bilan bir janrga kiradi. Ammo o'zining falsafiy chuqurligi va qilich yo'li konsepsiyasi bilan ajralib turadi. Asarning asosiy mavzulari. Donxuada bir nechta muhim mavzular mavjud. Kuch va mas'uliyat, insoniylik va shafqatsizlik o'rtasidagi tanlov, do'stlik va sadoqat va taqdirga qarshi kurashish. Xulosa: kelajak qilichi bu oddiy jangari fantaziya emas, balki chuqur falsafiy mazmunga ega epik hikoya hisoblanadi. Unda qahramonning bolalikdan buyuk jangchiga aylanib borish yo'li, murakkab dunyo qurilishi va ma'naviy o'sish jarayoni keng tasvirlangan. Donxua kuchli animatsiya, chuqur syujet va boy personajlari bilan tomoshabinlarga qiziqarli va mazmunli hikoya taqdim etadi. Shu va shunga o'xshash donxualarni sifatli dublyajda va birinchilardan bo'lib, faqatgina Banana TV platformasidan tomosha qilishingiz mumkin. Sizlar bilan Donxua tahlil kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr, salomat bo'ling.